Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Mushukdan xayrlik bo'lsin. Ko'rayotganinglardek oldingi darslarimizda Alma fon uchun qulaylik hujjat boshqaruvchi va yon fon orqali Facebook qismlarni tushirish va saqlash usulini ko'rib o'tgan. Hamda biz davomli Alma telefon deyishimizga sabab Alma telefonlar boshqa Samsung yoki boshqa markadagi Android telefonlarga qaraganda biroz murakkab, ya'ni sistemasining o'zi iOS sistemasining o'zi yip kodli sistema bo'lganligi uchun Android qo'shish ba'zi ishlarni rahat shaklda qilolmaymiz. Shunlashqa Alma telefonda ko'proq ko'z tutishimizga sabab. Yana bir sabab qo'limizda ko'rsatib mana dars ishligidek bir Android telefon bo'lmaganligi uchun shunlashqa Alma telefonlarni bekarak ko'z qo'yishimizga sabab shu. Hamda Almaga qulay hujjat boshqaruv qachalash orqali bu xil usuldagi tushirish va boshqa ishlarni texnik qulay holatda, oddiy holatda qila olamiz. Shunlashqa bir-birlab eng boshda qulaylik hujjat boshqaruv, undan keyin Facebookni ko'rsatib o'tgan. Biz bugungi darsimizda birlikda yana o'xshash shaklda Twitterni ko'rib chiqamiz. Android ishlatganlar mazkur videoning ostidagi ulanmani ma'lum bir tor ko'rgichga chaplash orqali oyatni tushunsanlarmi bo'ldi. Keyingi bosqichlar Android bilan Almaniki o'xshash. Shu vaqtda men eskartma, unda bo'lsa ekranga qaranglar. Oldi bilan biz dokumentni ochaylik. Tor ko'rgichni ochamiz. Tor ko'rgichni ochgandan keyin mushularni mazkur videoning ostiga qo'yib qo'ymay, shu yerdan ko'chirib elib chaplasanglar bo'ldi. Biz bu yerga Twitter'dan ko'paytib olgan ma'lum videoningki ulanmasini chaplaymiz. Masalan, ko'rib boqaylik. Masalan, Twitter'ni ochgandan keyin mana bu bahrlash knappasini bosib, bu yerdan buni bosamiz. Bosgandan keyin ko'paytirildi. Hamda biz bu yerga chaplaymiz. Qarasanglar. Ko'rayotganinglardek 4 xil shaklda ko'rsatadi. Mana bu sol tarafdagi quality degan meniki aniqligi 480 va eng tövəni 270. Format MP4 cho'ngchilikka bor shaklda bu yerdan tushirsanlar bo'ldi. Hamda eng ostida MP3 holatini tushiralik ekanmiz. Shu shaklda tushirsanlarmi bo'ldi. Biz bevosita birlikda tezroq tushirish uchun 270 ni tushiraylik. Qarasanglar, mana oldingi darsimizda so'zlab o'tgandek, qayerga saqlayotganligimizni bu yerdan belgilaymiz. Bevosita download deganga tushsin va ustidagi donni bosish orqali oxirlashtiramiz. Buni bosgandan keyin ko'rayotganinglardek tushiryotdi mana. Ko'rayotganinglardek tushib bo'ldi. Biz yana hujjatlarga qaytib qarasanglar, bu yerga downloadga qarasak tushib bo'ldi mana. Bevosita bu yerdan olsaqmi bo'ldi. Ovozim chiqyotdi normal bir shaklda. Mana bu 3 chekitni bosish orqali bu yerdan boshqalarga va sanglarmi bo'ldi. Albomga saqlaylik. Endi mana ustidagi tanlashni bosib, tanlab ostidagi move deganni yoki ko'paytib copy deganni bossaqmi bo'ldi. Move'ni bosib, bevosita photos deganga o'tkazdim, move dedim. Shundan keyin oxirlashdi. Endi biz albomni qaraydigan bo'lsak, mana normal bir shaklda albom o'tkazildi degan gap. Ko'rayotganinglardek bu shaklda Twitter'dan xohlagan bir videoni biz tushira oldik degan gap. Unda esa darsimiz mushachi bo'lsin. Texim ko'p qarindoshlardan foydalanish uchun darslarimizni o'zaro tavsiya qilib qo'yishni, texim yaxshi bo'lgan darslarni ishlay olishimiz uchun qanalımizga ergishib birga darslarimizga bosh barmoq bosish orqali yoqtirishni unutmag'aysizlar. Allohga omonat.